Yozgan she'rlari o'zini o'ldirgan shoirni taniysizmi? U shoir arab shoiri bo'lib, ismi Abu Toyib Mutanabbi. U kishi hijriy 303-yilda Kufada tug'ilgan. Arablar orasida juda ham mashhur bo'lgan shoir. U kishini o'zi yozgan she'rlari o'ldirgan deb tilga olishadi. Chunki u bir Zabba degan insonni o'z she'rida hajv qilib o'tadi, ya'ni masxara qilib o'tadi va Zabbani tog'asi buni eshitib juda ham jahli chiqadi va undan qasos olish maqsadida Mutanabbiyni yo'lini to'sadi va uni jangga chorlaydi. Jangga chorlagan vaqtda Mutanabbiy qurol jihatdan zaifroq bo'lganda, ya'ni unda qurol yo'q edi va qochishga urinadi. Qochishga uringan paytda uni xizmatkori aytadiki: "Ey Mutanabbiy, axir sen al-khoylu wal-laylu wal-bayda ta'rifuni demaganmisan? Mana shunaqa deb maqtanmaganmisan? Shu odam sen emasmiding?" deydi. Mana shunaqa deb maqtangan odam sen emasmiding degan paytda haligi faxr bilan, kibr bilan aytgan she'ri o'zini ziyoniga ishlab qoladi mana shu joyda va u bu gapga chidolmasdan ortga chekinmaydi, qochmaydi va ortga qaytib jang qiladi va o'sha jangda u mag'lubiyatga uchraydi va o'ladi ana shu yerda. Shuning uchun xalq orasida u kishini o'z yozgan she'rlari o'ldirgan deb tilga olishadi. Mana shunday qiziqarli videolar sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying va arab tiliga qiziquvchi do'stlaringizga yuborib qo'ying.